O'zbek adabiyotiga yangicha tafakkur, falsafiy teranlik va shakliy izlanishlarni olib kirgan ijodkor. Buxoroning tarixiy havosidan oziqlangan, so'zning nozik qirralarini mohirona chertgan yozuvchi Omon Muxtor. Omon Muxtor 1941-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. Ijodiy yo'li 50-yillar oxirida boshlanib, 1966-yilda Chorlar quyoshli yo'llar ilk she'riy to'plami bilan keng jamoatchilikka tanildi. U shunchaki ijodkor emas, balki Sharq yulduzi jurnali bosh muharriri, O'zbek televideniyasi va kinostudiyasidagi fidoyi xodim sifatida adabiy muhitning faol qatnashchisi bo'ldi. Omon Muxtor ijodi janrlar rang-barangligi bilan ajralib turadi. U bolalar uchun ertaklar yozdi, she'riyatda ohang, yog'du kabi to'plamlari bilan o'z o'rnini topdi. Ammo uning nasriy asarlari Egilgan bosh, Tepalikdagi xaroba, Ming bir qiyofa va Ko'zgu oldidagi odam romanlari o'zbek adabiyotidagi yirik voqea bo'ldi. Ayniqsa To'rt tomon qibla trilogiyasi va keyingi yillarda yozilgan Aflotun, Ayollar mamlakati va saltanati kabi asarlari yozuvchining yangicha uslubi, falsafiy dunyoqarashi va modernistik yo'nalishdagi jasoratini ko'rsatdi. Egilgan bosh romani uchun Yozuvchilar uyushmasi mukofotiga sazovor bo'lgan adib 1999-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Omon Muxtor 2013-yil 13-mayda olamdan o'tdi. Ammo uning o'tkir qalami bilan bitilgan asarlari, teran falsafasi va o'zbek adabiyotiga olib kirgan yangiliklari bugun ham kitobxonlar qalbidan joy olib kelmoqda.